Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, Yaqin Sharqda kechayotgan jarayonlar va uning global tartibotga ta'siri masalalari bo'yicha o'z fikrlarimizni demak ulashmoqchimiz. Avvalo barchaga ma'lum, Yaqin Sharq bu qaynoq nuqtalardan biriga aylanib ulgurdi. Oxirgi mana 5-10 yil voqealarni kuzatadigan bo'lsak, Yaqin Sharqda Isroil-Falastin mojarosi va umuman Suriya masalasi alangalanib kengayib bordi. To'g'ri, bu yerda o'sha Suriya masalasida yechimlar kuzatilgan bo'lsa-da, lekin boshqa muammolarga ulanib ketdi. G'azodagi o'sha qonli urush va umuman deylik o'sha Yaqin Sharq masalasida turli qudratli davlatlarning pozitsiyalari to'qnash kelmoqda va bu biz shu nuqtai nazardan bemalol aytishimiz mumkin, Yaqin Sharqdagi vaziyat global tartibotga to'g'ri ta'sir qilmoqda va biz o'sha buning sabablarini alohida demak o'sha quyidagi faktorlar bilan bog'lashga harakat qilamiz. Birinchi navbatda Donald Trump prezidentlikka qayta saylangandan keyin o'z oldiga maqsad qo'ydiki, o'sha bu ham Amerika ichki siyosati, Amerikan siyosiy faoliyati uchun yangiliklar qilishi kerak edi va Donald Trump va'da berdi saylovchilarga va umuman o'sha dunyo hamjamiyatiga ham o'sha G'azodagi urushni tugatish va Ukraina urushiga nuqta qo'yish bo'yicha. Biroq muammolar yana ham o'sha chigallanib boryaptiki, bu Yaqin Sharqda bu ko'zga tashlanishi mumkin. Chunki mana oxirgi voqealar kuzatadigan bo'lsak, G'azoda asrlar almashinuvi demak kuzatilgan bo'lsa-da, lekin biz o'sha hali ham ayrim o'sha kelishuvlar amalga oshmayotganligini Isroil tomonidan biz sezyapmiz, ko'ryapmiz buni. Lekin shunga qaramay AQSh asosiy o'sha savdo va siyosiy jihatdan hamkor hisoblanadi ko'p arab davlatlarini va umuman Yaqin Sharq mamlakatlarini. Eron masalasida AQShning o'sha keskin qarorlari bu meni shaxsiy fikrimga ko'ra bu ijobiy hodisa emas, balki yanada o'sha Eronni alangalanishiga, ya'ni o'sha Eronni umuman o'sha yadro qurolidan yoki boshqa choralardan foydalanishga olib kelishi mumkin. Umuman o'sha Yaqin Sharq masalasi biz siyosatshunoslar va tarixshunoslar shuni alohida qayd etamizki, bu katta kurash, ya'ni o'sha deylik umuman o'sha katta o'yinning bir qismi deb qarash mumkin. Chunki Yaqin Sharqda qudratli davlatlar manfaatlari to'g'ri kesishyapti. Bu ayniqsa o'sha Xitoyning yirik loyihalari bilan bog'liq va o'sha Yevropaga boradigan savdo tranzit yo'laklari yo'nalishlari bilan bog'liq jarayon. Shu nuqtai nazarda mana biz oxirgi voqealarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana Saudiyada ham bu Yaqin Sharq masalasini hal qilishda va umuman o'sha dunyodagi qaynoq nuqta, ikkita muhim qaynoq nuqta Ukraina va o'sha deylik G'azodagi vaziyatni yumshatishda Saudiya va boshqa arab davlatlarini ham Qatar, Ummon qatnashayotganligini bilishimiz mumkin. Bu bir necha omillarga bog'liq, chunki AQShning asosiy savdo hamkorlaridan biri Saudiya Arabistoni hisoblanadi va neft eksport qiluvchi mamlakat sifatida birinchi navbatda demak Saudiya Arabistoni, undan keyin Rossiya va Amerika, ular ketma-ket o'sha neft eksport qiluvchi mamlakatlar hisoblanadi va umuman o'sha dunyo bozoridagi narx-navoni nazorat qilinishi va umuman sanoatni rivojlanishi uchun bularning qarorlari muhim rol o'ynaydi. Ya'ni yuqorida 3 ta davlatning qarorlari va men o'ylayman, Yaqin Sharq masalasida buni biz kompleks qarashimiz kerak. Ya'ni dunyo tartibotiga qanday ta'sir qiladi? Yuqorida aytganimizdek bu tranzit nuqtalar bilan demak o'sha tranzit yo'laklari bilan bog'liq. Chunki Yaqin Sharq orqali bilamiz mana nima uchun Suriyada urush ketyapti. Suriyada yirik o'sha tabiiy mineral resurslar saqlangan va asosiy tranzit yo'lak sifatida uning ahamiyati yuqori. Chunki aynan yirik bozorlar, moliya bozorlari Yaqin Sharq mamlakatlarida kapital qo'yilmalari juda oshib boryapti oxirgi yillarda. Buni tan olishimiz kerak va yirik loyihalar va iqtisodiy qudrat va umuman o'sha zamonaviy iqtisodiyotga ega bo'lib bormoqda ularni. Ya'ni iqtisodiy strukturasi ancha yangilanib boryapti Yaqin Sharq mamlakatlarini va Janubiy Osiyoni ham Yaqin Sharq bilan bog'lash tendensiyalari kuzatilyapti oxirgi yillarda e'tibor beradigan bo'lsak va Eron bu yerda o'sha Eronni pozitsiyasi, bu yerda demak o'sha Eronni joylashuvi kerak bo'lsa, bu yerda demak Xitoy, Rossiya, Eron o'qi Yaqin Sharqdagi vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Shunga qarshi bu yerda demak o'sha Saudiya, Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari birlashishi mumkin.
ya'ni endi G'azo masalasi taxminan hozir yechilish arafasida turibdi, chunki kuch qolmadi Hamasda deyarli va Hamasni deylik o'sha umuman siyosiy kuch sifatida maydondan o'chirish bu noo'rin, lekin biz umid qilamiz umuman o'sha Falastinni legitim hokimiyatini tiklash masalasi va umuman o'sha davlatchilikni o'sha asoslarini tiklash endi xalqaro rezolyutsiyalar qabul qilingan bir necha bor va bu masalada yechimlar kutiladi. Biroq masala shundan iboratki, Yaqin Sharqdagi o'sha barqarorlik masalasi va umuman o'sha dunyo mamlakatlarini rivojlanishiga ham to'g'ri bog'liq masalalar bor. Bu o'sha tranzit, yuqorida aytganimizdek tranzit yo'laklari bilan bog'liq. Men umid qilaman shaxsan ekspert sifatida bu ya'ni Ukraina masalasi bilan birgalikda bu bog'liqda ko'rilishi kerak, chunki global tartibot aynan misol uchun o'sha yirik sarmoyalar oqimini nazorat qilish bilan ham bog'liq bo'ladi, chunki Amerikaning o'zida iqtisodiyot deyarli o'sha krizga yaqinlashib qolgan, chunki Donald Tramp bekorga Yevropaga shunaqa shartlar qo'ymayapti. Endi Rossiya gazidan voz kechib, kerak bo'lsa AQSh o'sha silansiz gazlarini olish bo'yicha sotib olish yoki ayrim uglevodor resurslarini Yevropaga sotish bo'yicha takliflarni bildirgan. Bu masalani bir tomoni, ikkinchi tomoni o'sha bu yerda Rossiyani iqtisodiy qudrati ustunlik qilyapti. AQSh bekorga Rossiya bilan munosabatlarni tiklashga intilmayapti va bu o'sha masalan o'sha AQShning vitse-prezidenti o'sha Myunxenda qilgan nutqida ham buni sezish mumkin. Yevropa tomonlarini demak ayblashga harakat qildi. O'sha migratsiya masalalarida yoki umuman o'sha Ukraina masalasida, mojarosida yechim topishdan oldin o'zi biz nimani himoya qilishimiz kerak degan savolni qo'ydi. Ya'ni bu yerda shuni kuzatish mumkinki, o'sha Rossiya bilan kelishuvlarga demak ehtiyoj sezilyapti AQSh tomonidan. Bu albatta buni ijobiy tendensiya sifatida ham qarash mumkin, chunki AQShning demak Rossiyaga nisbatan deylik o'sha bog'liqligi kuchayishi mumkin, chunki mana umuman global tartibot haqida gapiradigan bo'lsak, bu nafaqat meni fikrim, balki ayrim yevropalik ekspertlarning fikri shundan iboratki, global tartibotda demak hozir deylik o'sha ikki qutbli dunyodan endi ko'p qutbli dunyoga qarab o'tish kuzatilyapti yoki ko'p markazli desak bu to'g'riroq bo'ladi. Endi yevropalik ekspertlar fikriga ko'ra ko'p qutbli deganda Amerika, Xitoy va Rossiyani aytyapti ular. Yevropani chetga suryapti, chunki Yevropa ittifoqi hali alohida bir kuch sifatida namoyon qilgan yo'q o'zini. Garchi Yevropa ittifoqi bu xalqaro tashkilot bo'lsa-da, ayrim o'sha masalalarda ular birlasha oladi, ayrim masalalarda birlasha olmaydi. Ya'ni umumiy tashqi siyosat bo'yicha, lekin xavfsizlik masalasi bor. O'sha umumiy mudofaa siyosati bu hali to'laligicha amalga oshgani yo'q. Aynan shu Parijda bo'lib o'tayotgan, shu kunlarda bo'lib o'tayotgan demak tezkor o'sha uchrashuv o'sha Makron tashabbusiga ko'ra bu aynan shu harbiy salohiyatini oshirish Yevropa mamlakatlarini mavzusiga bag'ishlangan bo'ladi. Endi demak o'sha Yaqin Sharq masalasiga qaytadigan bo'lsak, global tartibotga shunday demak Yaqin Sharqdagi jarayonlar ta'sir qilmoqdaki, bu qudratli davlatlarning ishtirokisiz buni amalga oshirishi qiyin. Ya'ni bu yerda Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va qisman Xitoyni o'sha bu yerda roli hal qiluvchi rol o'ynaydi. Endi bu yerda Xitoy albatta ma'lum ayyor tashqi o'sha ayyor siyosat olib boradi. Ya'ni biz o'sha AQShni deylik buni o'tmishi orqali bilishimiz mumkin. Chunki bugungi Xitoy bu kechagi Amerika, chunki ya'ni faqat iqtisodiy loyihalarda ishtirok etyapti-da, siyosiy masalalarda umumiy to'g'ri qudrati bor. Xitoyni aslida agar mana yevropaliklar ham ko'p aytadi, masalan o'sha Ukraina masalasida ham agar rostdan xohlasa Xitoy Rossiyani to'xtatishga, ya'ni bu yerda tinchlik sulhini imzolashga majbur qila oladi degan fikrlarni aytadi. Men ham shaxsan bunga qo'shilaman, lekin Xitoy ko'proq ayyor siyosat olib boryapti. Bu yerda Yaqin Sharq masalasida, chunki ko'proq uni e'tibor beradigan bo'lsak, savdo sheriklari Xitoyni Yevropa ittifoqi, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi bo'lishi mumkin va bular mana masalan qanchalik mana o'sha Donald Trampni savdo bojlarini ko'tarish bo'yicha o'sha deylik Yevropaga nisbatan yoki Xitoyga nisbatan bu hali to'liq amalga oshmaydigan jarayon, chunki bu iqtisodiy restrukturizatsiya, ya'ni iqtisodiy tarkib o'zgarishlarini taqozo etadi. Bu birdaniga hosil bo'lmaydi. Bu oson ish emas. Ya'ni deylik o'sha tezkor bo'ladigan ish jarayon emas bu va bu ma'lum bir
o'sha sarmoyalar oqimini kengaytirishni taqozo qiladi va bu uzoq muddatli sarmoyalar bilan bog'liq bu jarayon va bu yerda tranzit yo'laklari va uzoq muddatli sarmoyalar allaqachon Xitoy tomonidan Yevropaga kiritilgan va hatto o'sha Xitoy va Yaqin Sharq mamlakatlarining savdo iqtisodiy sherikchiligi oshib boryapti oxirgi paytlarda. Shu omillarni biz inobatga olgan holda yondashishimiz kerak. Yaqin Sharqda demak global tartibot AQShning Rossiya bilan kelishuviga ham bog'liq bo'lyapti. Chunki mana Suriya masalasida Rossiya tomoni bir tomondan yon berdi va AQSh agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu AQShni g'alabasi deyish mumkin. Chunki ayrim o'sha muxolif kuchlarni hokimiyatga keltirdi Suriyada. Bundan ko'proq Turkiya manfaatdor bo'ldi va Turkiya o'sha NATO a'zosi sifatida AQSh bilan bu masalada kelishishga majbur va Turkiyaning asosiy hayot-mamot masalasi, Kurd masalasini demak o'sha ijobiy tomonga o'zgarishiga, ya'ni o'sha barqarorlikni saqlab turishda AQSh bilan demak o'sha kelishuvi muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan Turkiya o'zini o'sha muammolari bilan o'ralashgan bir paytda demak bu yerda hal qiluvchi rolni AQSh va Rossiya hal qiladi. Chunki mana oxirgi paytlarda yirik o'sha hal qiluvchi strategik sheriklari bor. Rossiyani Yaqin Sharqda bu Eron, bu ayrim arab davlatlari, bu Afrikadagi ayrim mamlakatlar, Rossiyani ayrim o'sha harbiy faoliyatini biz kuzatishimiz mumkin. Mana deylik o'sha Kongo Demokratik Respublikasida ham xuddi shunday Suriyadagi bo'lgan voqealarni kuzatish mumkin. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q, ya'ni muxolifat kuchlar deyarli hokimiyatni egalladi deyarli. Xuddi Suriyadagi vaziyat. Buni ikki xil standart deb qarash kerak emas, balki umumlashtirish kerak. Ya'ni o'sha ya'ni yollangan harbiylar, ya'ni bu vatanparvarlik harakati emas bu. Bu yollangan harakatlar bu. Ya'ni siyosiy legitimlik shubha ostida qoladi bu jarayonda. Va Suriyada endi to'g'ri yangi hokimiyat endi urushni boshdan o'tkazdi. Suriya haqiqatan fuqarolik urushini yashadi va men o'ylayman bu yerda o'sha Suriyadagi tinchlik va barqarorlik umuman o'sha Yaqin Sharqdagi barqarorlikka ham xizmat qilishi mumkin. Biroq bu yerda o'sha Isroil bilan kelishishga to'g'ri keladi. Chunki mana o'sha Saudiya, Eron, Saudiya, Isroil orqali Yevropaga boradigan o'sha shimol-janub, bu yerda Hindiston ham bor. Shu yo'lagini tiklash, shimol-janub yo'lagini, tranzit yo'laklarini tiklash bu manfaatli Yevropa uchun. Men ajablanaman, nega shu masalalarga Yevropa mamlakatlari e'tibor qaratmadi? Masala shuki, Yevropa mamlakatlarining rivojlanish darajasi ancha farqli. Ular post-industrial jamiyatga xos u mamlakatlar. Ya'ni o'zingiz o'ylang, Italiya misol uchun kichik mamlakat, lekin yoki Fransiya transmilliy korporatsiyalari juda ham ko'p. Ular yaxshigina davlat byudjetini to'ldiradi, ular soliqlar to'laydi, ya'ni iqtisodiyotni shakllantirishga juda katta hissa qo'shadi. Lekin siyosiy masalada hokimiyat, ya'ni o'sha Fransiya hokimiyati yoki Italiya hokimiyati, markaziy hokimiyati zaiflikni ko'rsatadi. Lekin gap shundaki, u yerda kollektiv manfaatlar, ya'ni kollektiv o'sha masalalar borki, bu migratsiya bilan bog'liq, bu deylik o'sha qochoqlar bilan bog'liq, bu yashil iqtisodiyot bilan bog'liq. Masalan, buni qanday siyosiy tomoni bor? Chunki Yevropada ko'pchilik demak o'sha mamlakatlarning iqtisodiyotini rivojlanishi energetika sektoriga Xitoy allaqachon kirib bordi. Mana yaqinda o'sha hatto sun'iy intellekt masalasida biroz o'sha Xitoydan kech qolayotganligini yevropalik ekspertlar, hatto amerikaliklar o'zlari tan olishdi. Bu zamonaviy iqtisodiyotni o'sha transformatsiya qilish bilan bog'liq jarayon. Endi biz mavzudan uzoqlashmaymiz. O'sha Yaqin Sharq masalasida demak biz yuqorida aytganimizdek, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoyni demak tashabbuslarni ilgari surish bu yerda muhim. Endi G'azo masalasida Donald Trump qanday fikrlarni ilgari suryapti, takliflarni ilgari suryapti degan savol o'rinli. Endi bilasiz, ayrim o'sha hissiyotli fikrlarga e'tibor qaratish kerak emas. Chunki misol uchun o'sha G'azoni tark etishi qo'yilgan talab. Bu umuman xalq huquqiga zid bu. U tabiiy huquq nazariyasiga ham zid, hatto o'zining joyida qolishi mumkin. Xavfsizlik nuqtai nazaridan uning uchun o'sha BMT xavfsizlik, mana xuddi Afg'onistonda bo'lgani kabi Shimoliy alyans tashkil qilindi, xuddi shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Shundagina xalqaro kuchlar buni nazorat qilishi mumkin. Mana Suriyada ham xuddi shunday. Chunki o'tish davri hukumati hozir to'liq hali hukumat shakllangani yo'q. Shu nuqtai nazardan demak, shu masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, demak o'sha G'azodagi masalalar hal qilinishi mumkin va barqarorlikka erishish mumkin. Men lekin hali ham shu narsa ajablantiradi, nega o'sha Qizil dengizdagi jarayonlar hali ham davom etyapti? Yo'q, bu ochiqdan ochiq geosiyosiy xarakterga ega.
va geostrategik xarakterga ega. Ya'ni bu yerda o'sha qudratli davlatlarning manfaatlari to'qnashyapti. Bu yerda yirik o'sha tashuvchi kompaniyalar Xitoyga tegishli edi aslida. Ular uchun Amerikaning molini tashidimi, Osiyoliklarning molini tashidimi hech ahamiyati yo'q aslida. Chunki mol ularga tegishli emas. Ular faqat o'sha vaziyatdan kelib chiqib, o'sha o'zini vazifasi, xizmat ko'rsatish vazifasini amalga oshiradi. Endi masala shuki, bu yerda Yaqin Sharqdagi vaziyatning demak ijobiy tomonga o'zgarishi albatta dunyo global tartibotga ta'sir qiladi. Yuqorida aytganimizdek, ma'lum ma'noda demak o'sha ko'p qutbli, ya'ni 3 qutbli AQSh, Rossiya, Xitoy qutbli dunyoni biz bu masalada ko'rishimiz mumkin. Chunki mana o'sha Saudiyada bekorga bejizga o'sha Ukraina masalasi bo'yicha deyilyapti, lekin aslida bu Rossiya va Amerika munosabatlarini tiklashga bag'ishlangan ikki tomonlama uchrashuvlar. Ya'ni bu albatta Ukraina mavzusiga bag'ishlangan bo'ladi va ko'proq bu yerdan Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatdor. Saudiya, agar e'tibor beradigan bo'lsak, bundan bir necha yillar avval, hatto 10 yillar avval, mana Yaqin Sharq krizisi kuchaygan paytda va Ukraina krizisi kuchaygan paytda Saudiya ko'p miqdorda o'sha harbiy qurol aslahalarni Rossiyadan sotib olish uchun katta kelishuvlarga erishdi. Bu Saudiyani ham demak bilamiz, demak o'sha o'zini xavfsizligini tiklash uchun va umuman o'sha mintaqaviy lider sifatida o'zini maqomini tiklash uchun bo'layotgan harakat deb qabul qilishgan va ijobiy o'sha imijga ham ega bo'lyapti. O'sha asrlar almashuvi masalasida Rossiya va AQSh o'rtasida men o'ylayman bu ijobiy muhit yaratildi. Dastlab bu demak o'sha AQSh va Rossiya o'rtasidagi kelishuvlar. Endi biz Ukraina mavzusiga o'tmaymiz. Ukraina mavzusini alohida demak o'sha tahlil qilishga harakat qilamiz. Demak, shunday xulosa qilishimiz mumkinki, Yaqin Sharqdagi hozirgi o'sha muzokaralar garchi Rossiya va AQSh o'rtasida bo'layotgan bo'lsa-da, bu yerda Yaqin Sharq mamlakatlarining manfaatlariga bo'lyapti deb qarash mumkin. Chunki bu yerdan masalan o'sha AQShning o'zi manfaatdor, masalan uchun o'sha Saudiya tomonidan yirik sarmoyalar kiritilishini o'sha xohlayapti AQSh o'ziga va deylik o'sha bu yerda Rossiyani demak o'sha ayrim Shimoliy Muz okeanidagi o'sha energetika zaxiralarini egallashga bo'lgan intilishlarini eshitgandan keyin Amerika razvedkasi ancha xavotirga tushib qoldi va men o'ylayman bu ham asosiy sabablardan bittasi Rossiya bilan birgalikda balki o'sha Ukraina masalasini hal qilishga kelishish mumkin. Bu Ukraina manfaatlariga ham xizmat qilishi mumkin, faqat bu yerda o'sha urushni to'xtatishga kelishishning o'zi katta gap. Chunki Amerika bunga erishishi mumkin. Donald Trump chunki Nobel mukofoti oladi agar shu tinchlik erishadigan bo'lsa. Aslida aytadigan bo'lsak, Ukraina tomoni ham, Rossiya tomoni ham urushdan charchagan. Ular ochiq aytmayapti, lekin biz xatti harakatlar orqali bilishimiz mumkin. Va Yaqin Sharq bu yerda ko'p masalalarda vositachilik qiladi. Men o'ylayman, mana chunki asosiy o'sha tranzit yo'lagi sifatida yana ko'p masalalar, mana Suriya masalasi yechilyapti, G'azo ham endi qurbon hisobiga bo'lsa-da yechilyapti. Afsuski biz xohlamaymiz bunaqa insonlarni demak yostig'ini quritish hisobiga tinchlik erishish. Lekin bu bir kunlik mojaro emas. Qani agar tezroq hal bo'lsa, mana Abraham o'sha akkord, Ibrohim kelishuvi, shu asr kelishuvi deb bekorga biz aytmaymiz. Agar shunga amal qilinadigan bo'lsa, masalan o'sha deylik o'sha ikki poytaxt masalasi o'sha Falastinda bu Donald Trump tomonidan o'sha yanada davom ettiriladigan bo'lsa, chunki Isroil uchun o'sha poytaxt masala hal qilindi, lekin Falastin uchun hal qilinmadi. Agar Falastin uchun hal qilinadigan bo'lsa, men o'ylayman masala deyarli yechim bo'ladi. Faqat buning uchun o'sha mintaqalar aro iqtisodiyotni rivojlantirishda qudratli davlatlarning pozitsiyalari muhim rol o'ynaydi. Bir tomondan agar Rossiya o'sha Suriya masalasida yon bergan bo'lsa, u bir necha demak boshqa jabhalarda yutuqqa erishishi mumkin. Chunki Rossiyani o'sha izolyatsiyalanganligi, ya'ni dunyo mamlakatlari tomonidan u Rossiyaning iqtisodiyotiga va oxir oqibatda siyosiy hokimiyatga ham ta'sir qilish ehtimollari yuqori. Shu nuqtai nazardan hatto Xitoy ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buni sezgan holda albatta Rossiya tomoni kelishuvga rozi bo'ladi va Yaqin Sharqdagi o'sha vaziyat nafaqat ikkita o'sha asosiy muzokaralarga kirishayotgan mamlakatlar uchun, balki mintaqalararo barqarorlikka ham xizmat qiladi degan fikrlarni ilgari suraman.